Boshqa xabarlarga batafsil to'xtalamiz. O'zbekiston Adolat sotsial-demokratik partiyasining Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi fraksiyasi tomonidan inson huquq va erkinliklarini ta'minlashda ommaviy axborot vositalarining o'rni mavzuida davra suhbati o'tkazildi. Unda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari, partiya faollari, mutasaddi vazirlik va tashkilotlar vakillari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdi. Davra suhbatida ta'kidlanishicha, mustaqillikning dastlabki yilida mamlakatimizda ommaviy axborot vositalarining umumiy soni 395 ta bo'lgan. Bugunga kelib bu ko'rsatkich 1243 tani tashkil etmoqda. Hozirda mavjud ommaviy axborot vositalari 7 tilda va siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy, ma'naviy, ma'rifiy hamda sport kabi 20 dan ortiq yo'nalishlar bo'yicha faoliyat ko'rsatmoqda. So'nggi yillarda mazkur sohaga qaratilayotgan e'tibor tufayli uning moddiy-texnik bazasi mustahkamlanib, qonuniy kafolatlarni ta'minlashga qaratilgan xalqaro demokratik talab va standartlarga to'la javob beradigan huquqiy asos yaratildi. Tadbirda asosiy e'tibor 20 yillik taraqqiyot davrida yurtimizda erishilgan yutuqlarni targ'ib etishda jurnalistlarning o'rni va vazifalari, inson huquqlarini ta'minlash hamda bu boradagi normativ huquqiy hujjatlar mazmun-mohiyatini yoritishning bugungi holati va istiqboli kabi masalalarga qaratildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2008 yil 1-maydagi inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi qabul qilinganligining 60 yilligiga bag'ishlangan tadbirlar dasturi to'g'risidagi farmonda Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligiga inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi talablaridan kelib chiqildi. Jurnalist kadrlarini tayyorlash va qayta tayyorlash bo'yicha oliy ta'lim muassasalarining o'quv bekalariga inson huquqlarini himoya qilishda ommaviy axborot vositalari ishtirok etishining milliy va xorijiy tajribasini o'rganishni nazorat etadigan maxsus o'quv dasturlari kiritish talab etilgan. Biz bu masalani deputatlik nazorati asosida o'rganib chiqqanimizda, haqiqatan ham shu Oliy ta'lim vazirligi tomonidan ushbu farmon talablari bajarilganligi, bugungi kunda shu talabalarimizga mana shunday fanlar bo'yicha ta'lim berilayotganligini guvohi bo'ldik. Albatta bunday o'quv dasturlari jurnalistlarning inson huquqlarini ta'minlashdagi, demak, bilimlarini oshirishga hamda mana shu sohada mukammal darajada, demak, bir tajribaga hamda o'sha ko'nikmalarga ega bo'lishga xizmat qilishi shubhasiz. Tadbir davomida mavzuga oid qator ma'ruzalar tinglanib, jurnalistika sohasidagi qonunchilikni takomillashtirish borasidagi tashabbus va g'oyalarni qo'llab-quvvatlash hamda ularni hayotga tatbiq etish yuzasidan o'zaro fikr almashildi. Ko'rilgan masalalar yuzasidan taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi.